Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Bugun 7-oyning 14-kuni seshanba Gollandiyaning Denaq shahridagi Tayland bosh konsulxonasining oldida Xitoyga qaytarib berilgan Uyg'urlarningki haq huquqining dafsanda qilinganligiga qarshi noroziligini bildirib, bu yerda namoyish faoliyati tashkil etildi. Namoyish soat 7 da boshlangan. Hozirga qadar uni anglayotganingdek kishilar tuvarlarni to'lab, oy yulduzli ko'k bayroqlarini ko'tarib kelib, Tayland konsuliga o'zining noroziligini ifodalayotdi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Ko'rayotganingizdek namoyishchilar har xil shuarlarni to'lab o'zining g'azab nafratini bildirsimi, nurg'ungan vatandoshlarning albatta bir necha kundan beri bo'layotgan ishlarni nisbatan yurak so'zlari bor. Butun dunyo medialariga deydigan o'zlariningki bir iymonni burchini ado qilish uchun shu 30 million xalqningki ovozini anglatish uchun taqozo qilib turayotgan qarindoshlarimiz bor. Mana ekranimizda hozir shu Gollandiyadagi peshqadamlarimizdan Osmon Qarim ekranimizda o'zining bir yurak so'zi bor ekan. Hurmatli Osmon Qarim, ekranimizga xush keldilar. Qanday his tuyg'uda bo'ldilar, yurak so'zi bo'ldi. Ramazondan beri bizning mamlakatda bo'layotgan voqealikdan Uyg'urlarni qiyinchilik qilib o'zining diniy erkinligida va milliy erkinligini bermay Xitoy. Hani Uyg'urlardagi muloyim yashagan millat yo'q ham yer yuzida. Bu Uyg'urlarni majbur terrorist qilyapti unda. Hani Taylandda akaga Uyg'urni ko'rgandan keyin bo'lmabdi bu. Endi bu sirib chiqqanni chiqib yashamaymi deganda erkin qo'yib bersalar. Yashsin sirtda. Ama onu mu qo'yib etmay qaytirib ekitib endi ularni asar azab chekkizgandan keyin bunaqanda sir turib vizdaşlığımızı bildirmesek bo'lmadi. Buna qanday bo'lsa, endi og'zimizdan keldigan ish bo'lsa onu qilib, tenimizdan keldigan ish bo'lsa uni qilmoq zorundayız endi. Assalomu alaykum hurmatli Qarim. Bugungi bu faoliyat haqida tushuncha bergan bo'lsak, qanamizda. Va alaykum assalom. Bugungi bu faoliyatimiz Taylanddan tutib Xitoyga qaytarib qo'yilgan qarindoshlarimizga hisdoshlik qilish uchun Tayland konsulining oldida norozilik namoyishi o'tkazib turibmiz. Bu namoyish shu qarindoshlarimiz uchun hisdoshlik qilish uchun norozilik namoyishi. Konsul bir narsa topshirdik, nima qildi? Konsulga topshirilgan xatda bizning noroziligimiz Tayland hukumatiningki Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berganligiga norozilik e'tirozimiz bildirilgan bir xat. Rahmat. Hurmatli ko'rmanlar, ko'rayotganingizdek bugungi bu namoyish programmasida shu Taylandningki vakolatdan Taylandning elchixonasiga vakolatdan bir xodim chiqib, Uyg'urlarningki yurak so'zi yozilgan, bu qatimqi Taylanddan qaytarilgan Uyg'urlarningki avvaliga echinganligi va Tayland hukumatiga bo'lgan noroziligini bildirgan xatni topshirib berish uchun kelgan vaqtida o'zi ishidan chiqib, adab bilan topshirib elib oldi va biz biroz bizlar suhbat elib berish jarayonida o'ziningki bu ishni aytdi, xijli o'g'onligi va Uyg'urlar istash qilganligi bilan birga Xitoylarningki so'zni turish uchun ularning Tayland hukumatiga bergan va'dasining keyinda, ya'ni va'dasini amalga oshirmaslik haqida nazorat bo'lganligi va Tayland qilib qolgan 60 Uyg'urning masalasiga taxmin inchik qaraydiganligini bildirdi. Ko'rayotganingizdek namoyish bunda davom qilmoqda. Bir ozdan keyin Alloh nasib qilsa Xitoy konsulxonasiga borib, Xitoy konsulxonasining oldida iftorlik faoliyati bo'ladi. Yana ekranimiz orqali bu naq maydonni diqqatingizga sunamiz inshaalloh.